Birodalar, hammamiz oldimizda turibdi shu o'lim. Lekin taassub hech kim o'ylagisi kelmaydi buni. 80 ga kirgan odam ham, 18 ga kirgan odam ham. Nazarida uzoq hali, bo'pti ana yoshlaru, men hali yoshman, hali o'lishimga deyishi mumkin. Lekin bitta oyog'i yo'lga osilib qolgan, 70 ga, 80 ga, 90 ga kirgan odam ham ehtimol ertaga kelar. Ehtimol 5 minutdan keyin kelar. Qayoqdan bilasan? Mana shunday bir xatarli, insonni qalbi qo'rquvga to'lib turadigan joyda Alloh taolo aytayapti. Robbim Alloh deb shu so'zni ustida ustuvo turgan odamlar o'lim soatida ularning oldilariga farishtalar tushib aytishadiki: Alla tahofu va la tahzanu. Qo'rqmanglar. G'amgin bo'lmanglar, mahzun bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Mana endi qo'rqing.